Xboot yordamida keyin konditsionerimizni ham o'chirib yoqishimiz mumkin yoki uni klimat kontrollarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi yoki boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Televizorimiz ham xuddi shunday boshqarishimiz, o'chirib yoqishimiz yoki boshqa kanallarga olish, ovozini ko'tarish, pastlatish deganday narsalarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi chiroqlarimizga kelamiz. Qo'limda turgan narsa bu relay. Bu relay uyimizdagi barcha chiroqlarni avtomatlashtirib umniy qilib beradi. Ya'ni stakanlarimiz, ya'ni podrazvedniklarimiz deb qo'yamiz. Podstakannik deymiz. Xo'p, включательlarimiz, mana svetlarimizda включательlari mavjud. Mana siz bilan ko'rib turganimiz bu oddiygina включатель. Oddiygina включатель. Bu включатель yordamida biz chiroqlarimizni o'chiramiz, yoqamiz. Shu включательlarimizni orqasida mana bunday stakanniklarimiz mavjud. Xo'p, ko'rib turganingiz bu sayyoqroq podstakannik, stakannik. Bunisi bo'lsa chuqurroq stakannik. Xo'p, chuqurroq stakannik bu juda ham yaxshi. Chuqurroq stakannikka bu sig'adi. Osongina, qulaygina sig'adi. Mana ko'rib turibsiz. Qulaygina sig'adi. Stakannikdan keyin stakannikning ichiga buni solganimizdan keyin nimani включателimizni yoki razvedkamizni buni tepasiga qatiramiz. Shun bilan bizni включателimiz yoki razvedkamiz aqlli bo'ladi qoladi. Bu haqida men отдельный obzor olaman. Hozir men sizlarga qisqagina namoyish o'tkazib beraman. Bularga ismlarga e'tibor bermaysiz. Bu siz bilan biz uyimizda ishlatadigan oddiygina lampochka. Oddiygina patron. LED lampochka, oddiygina patron. Bu xavfsizlik uchun. Bu esa biz ko'rib turgan relay. Xo'p, relayni to'kib qo'yayman. Включатель yordamida avvalambor yoqib ko'raman. Ko'rib turganingizdek, включателimiz ishlayapti.